atigi 300 ming so'm evaziga 3 mahal ovqati bilan birgalikda Chorvoqdagi Shosh Garden mehmonxonasida oilaviy mazza qilib dam oldik. Mehmonxona tozaligi va sharoitlariga gap. Oilaviy va 2 kishilik nomerlari bor ekan. Dushevaya, konditsioner, hatto xolodilnikgacha bor. Go'zal atmosfera va bolalar maydonchasi bor. Eng zo'ri esa hozirgi mavsumga mos zimniy basseyn va saunasi bor. Suvi shunaqangi issiq ekan, mazza qilib chiqdi. Adelning kechki atmosferasi ham juda go'zal edi. Kechasi mehmonlar uchun karaoke hamda домашний kinoteatrlar bor. Men har doim aytaman, bunday dam olishlar, oilaviy birga vaqt o'tkazishlar farzandlarimiz xotirasida bir umrga qoladi. Ertalabki mazali zavtrakdan so'ng biz Amirsoydagi kanatkalarga chiqdik. Bu yerdan Amirsoygacha 40 daqiqalik yo'l. Bundan buyog'iga qor va qish mavsumi kelmoqda. Siz ham arzon narxda sifatli dam olmoqchi bo'lsangiz, Shosh Garden mehmonxonasi aynan siz uchun. Faqat aytib o'tay, joyingizni ertaroq bron qilib qo'ying, sababi borsangiz bo'sh xonalar mavjud bo'lmaydi. Bron qilish uchun telefon raqamlarini opisangida qoldiramiz. Videoni esa birga boradigan o'sha odamga yuborib qo'yasiz.